Sehr qilingan insonlar oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar diqqat markazlarida bo'lmoqda. Bir kuni qabristondan qora bog'lamga sanchilgan ignalar topilsa, bir kun uyning bir burchagidan igna sanchilgan qo'g'irchoq topildi. Ro'pa-rosa bir oy oldin Toshkent shahrining Yunusobod tumanida bir oilaning a'zolarini qarindoshi sehr qilish orqali yo'q qilib yuborgan edi. Birinchi otasining vafot etishi, oilada motam tugamasidan avval onaning vafot etishi, buning ortidan o'g'ilning o'zini osib qo'yishi, qabristondan esa ignalar sanchilgan buyumlar topilishi sehr qilinganligidan dalolat edi. Ehtiyot bo'ling. Videodagi buyumlar aynan bunday topilmalardan biri hisoblanadi. Atrofimizda bizning g'alabamizdan g'azablanib, qing'ir ishga qo'l uradigan insonlar bor albatta. Shuning uchun ushbu videoni barchadan ishlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.